alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan San'at sehri sahifasi orqali ko'rishib turganimizdan behad mamnunmiz. Bizning bugungi qahramonimiz Omadjon Rahimovdir. Bilishimizcha siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibi Oxunjon Madaliyevning shogirdisiz. Bizga teletomoshabinlarimizga shu haqda biroz gapirib bersangiz. Darhaqiqat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibi, Shovvoz xonanda Oxunjon Madaliyev shogird bo'lganmiz. 1993-yil 1993-yil shu maktabni bitirib Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kelgan paytimizda tanishganmiz. Shundan keyin ustoz shogird bo'lib qo'shiqchilik sohasiga ham shu Oxunjon Madaliyev sabab kirib kelganmiz. Shu insonga qiziqib, qo'shiqlarini aytib, yaxshi ko'rib, joylari jannatda bo'lsin. El ardog'idagi san'atkor edi. Juda ham kamtarin, juda ham chiroyli, yaxshi inson edi. Ijod bilan shug'ullanib bir qancha yutuqlarga ham erishgansiz. Yutuqlaringiz haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Endi qo'shiqchilik sohasida nima desam, turli ko'rik tanlovlar, shunaqa bir konkurslarda ishtirok etib, yaxshi o'rinlar olganmiz. Qolaversa, mana Farg'ona davlat universitetida ishlab yurgan paytimizda ham ancha shu sohada, madaniyat sohasida, san'at sohasida ancha ilmiy ishlar, ilmiy maqolalar, shunaqa narsalar ham qilganmiz. Xalqaro respublika konferensiyalariga, jurnallariga maqolalar qilganmiz. Mana sohada ham ilmiy darajasida. Endi respublika miqyosida ham bo'lgan, viloyat miqyosida ham bo'lgan, qolaversa bu madaniyat sohasidagi yozgan maqolalarimiz xalqaro jurnallarda ham, xalqaro konferensiyalarda ham, jurnallarida chop etilgan. Yoshlarning ichida ko'ryapmiz, mana hozir juda ham chiroyli, yaxshi ovozga ega qo'shiqchi qizlar, yigitlar bor. Avvalo bularga aytadigan so'zimiz, yoshi katta bir qo'shiqchi sifatidan ulardan kattaroq. Avvalo ustoz shogirdlik an'analarini yo'lga qo'yib, shunga rioya qilib yurishsa, shu yo'lda ijod qilishsa, menimcha kam bo'lmaydi, chunki xalqimizda ham bir ibratli gap bor. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan gap bor. Shuning uchun ustoz bo'lsa, ustozdan maslahatlarni olib, qanaqa qo'shiqlar aytish kerak, qanday aytish kerak, yo'l yo'riqlarni o'rganib, keyin shu sohani davom ettirsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Keling, hozir sizning ijodingizdan muxlislarimiz ham bahramand bo'lishsin. Yangi qo'shiq ijro etib beramiz. Bu qo'shiqni so'zlarini, she'rini marhum O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov qalamlariga mansub shu kishi yozishgan. Bu she'r qarangki, qizig'i 59-yilda yozilgan ekan. Mana bu yil 65 yoshga kiribdi shu. Shuni mana Ibrohim Farmonov musiqasi bilan Hamidjon Tashlanov sayqalida musiqiy sayqal qilgan. Shu qo'shiqni hozir ijro etib bersak. Aşık diganang ko'zlari sol orzusida charaqlab uchrashuvga aşık diganang ko'zlari sol orzusida charaqlab bolam choying sovib qoldi der onang o'tirasan uyda kitob varaqlab hali sevgi deb atalgan bastakor yuragingda qorlar chertib o'tmagan hali hech kim gullar tutib navbahor seni visol bog'larida kutmagan hali hech kim gullar tutib navbahor seni visol bog'larida kutmagan.
dasta gul tutishini bilmaysan, derazangni chertib senga ilk bahor bir dasta gul tutishini bilmaysan. Sen ham uni, u ham seni ko'rmagan, qayerdadir yashar lekin dunyoda bog'lar kezib hech gulga yuz burmagan. U sen uchun har kimdan ham ziyoda uchrashuvga oshiqadir dugonang. Qalb orzu qilib yor oldiga chopadi. Qayerdadir seni izlar parvonang. U albatta seni izlab topadi. Qayerdadir seni izlar parvonang. U albatta seni izlab topadi. Albatta seni izlab topadi.